Mardikor. Yangi uyga ko'chish arafasida hovlini tartibga solish ishlari ko'payib ketganligi sababli uyga mardikor olib kelib, ishlarni bajarishga niyat qildim va Mardikor bozorga mardikor yollash uchun bordim. Odam ko'p. Hamma mardikor bozorga tirikchilik maqsadida chiqqanlar o'zini taklif qilgan. Shularning orasida bir odam turar edi. Ko'rinishidan yaxshi kiyingan, sirtdan e'tibor berib qaraganda umuman mardikorga o'xshamaydi. Bilmayman nima, o'sha odamni oldiga borib, qanday qilib siz ham ishlaysizmi deb so'raganimni o'zim ham bilmay qolibman. U kishi esa, "Ha, men ham ishlayman" dedi va men u kishini ishga taklif qildim. Biz o'sha kishi bilan uyga keldik. Ishlarni kelishib oldik. Yollangan kishi o'zaro kelishilgan ishini bajarishga kirishdi. Ish hajmi kamida 4 kunlik bo'lsa-da, u 2 kun ichida belgilangan ishlarni nihoyasiga yetkazdi. Ish davomida u kishidan qayerlik ekanligini va aniq yashash manzilini so'radim. Maqsad esa kelajakda yana boshqa shu kabi ishlar chiqsa yollash edi. U kishi o'zining manzilini berdi. Oradan bir qancha vaqt o'tdi. Uyimda yana mardikor yollanadigan ish chiqib qoldi. Shunda men o'sha kishini eslab va o'zi bergan manzil bo'yicha izlab bordim. Astag'firulloh, qaysi ko'z bilan ko'rayki, u bergan manzilda men kutmagan manzara paydo bo'ldi va uning uyini ko'rib hayratga tushib qoldim. Avvaliga ishonqiramay turdim, ammo keyin esa o'sha odam xuddi shu uydan chiqib kelgach, g'alati holatga tushib qoldim. Sababi bu odamning uyi oddiy o'rtaho'l aholi yashaydigan uylarga nisbatan bir necha bora hashamatli, chiroyli va haybatli edi. Menga peshvoz chiqib u kishi keling deya qarshi oldi va ichkariga taklif qildi. Uyning ichi esa yanada chiroyli va bekamu ko'z darajada edi. U meni hayratga tushganimni sezganday bir piyola choy uzatib, "Hayron bo'lmang birodar" deya gap boshladi. Aslida menga qarashli bo'lgan necha firmalarim, qo'shimcha savdo do'konlarim faoliyat ko'rsatib turibdi. Allohga shukr, pulga muhtojlik joyim yo'q, lekin otamiz bu dunyodan o'tishlaridan oldin bir nasihat qilgan edilar. Otam, "O'g'lim, agar men uchun ehson qilsang, peshona teringni to'kib, mehnat qilib topgan pulingdan ehson qilgin" deya nasihat qilgan edilar. Peshona tering bilan topgan pulingga qilgan ehsoning men uchun manfaati tegishining ehtimoli boshqa qilgan ehsoningdan afzalroqdir degandilar.